Assalomu alaykum. Bugun sizlarni Ichan Qala davlat musiqa korxonasi chipta narxlari ichiga kiritilgan qo'shimcha dasturlar haqida gapirib o'taman. Xiva xonligida aynan 47 yil taxtda o'tirgan Muhammad Rahimxon II Feruzxon nomiga bag'ishlangan Xon va ayollar yurishi teatrlashtirilgan sahnasi. Aynan bunda Feruzxonni 26 gektar bo'ylab sayohat qilganligini mumkin. Ikkinchi, Qo'rchoq aravalar. Xiva xonligi va undan oldingi davrdagi musiqalar, Xorazmning milliy an'analari, qo'rchoqbozlik san'atini aynan mana shu dasturimiz orqali tomosha qilishingiz mumkin. Uchinchi, Javohir folklor etnografik ansambli teatrlashtirilgan konsert dasturi. Kunning ertalabki va tungi paytlarida sayyohlarimiz uchun qiziqarli dastur tashkil qilish maqsadida aynan ansambl yordamida Xorazm milliy kuy qo'shiqlari, xalpachilik yo'nalishlaridagi lazgilarimiz va boshqa milliy kuylarimizni ko'rishingiz va eshitishingiz, raqsga tushishingiz mumkin. Musiqa korxonamizga barchangizni chorlab qolamiz. Ushbu madaniy ma'rifiy tadbirlar va dasturlarimizni sayyohlar har kuni tomosha qilishliklari mumkin. Undan tashqari, muzey korxonaga tashrif buyurgan har bitta sayyoh chipta xarid qilgan vaqtdan boshlab 24 soat davomida 16 ta bo'lim, 28 ta muzey ekspozitsiyani bemalol tomosha qila olishligi mumkin.